Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka, ismi, familiyangiz, yoshingiz, qayerdan keldingiz? Men ismim Murodjon, Murodjon aka. familiyam Umarov Mirzalovich. Aha. Buvayda tumanidan kelganman, Qo'qonda. Yoshingiz nechida? Yoshim 65da. 65da. Murodjon aka, mana Buvayda tumanidan kelibsiz. Xudo xolasa, bugun 13-kuni darsimiz. 14-kuni darsimiz. Mana 14-kuni darsimizga keldingiz. 13 kun oldin kelganingizda nima kasal bilan kelgan edingiz? Vahima. Vahima kasal bilan kelgansiz. U vahima kasallik bilan necha yildan burun bezovta bo'lardingiz? 5-6 yil, 10 yil ham bo'ldi shekilli. 5-6 yil, 10 yil. Davolanmaganmisiz? Yo'q, davolanganman ham bo'lmaganda. Foydasi bo'lmagan. Bo'lmagan. Qiynalib yuraverdingiz. Shu vahima kasallik nima bo'ldi bu yerga kelganingizda? Bu yerga kelgandan keyin ixlos qildim, yo'qib ketdi. Necha kunda tuzalib ketdingiz? 4 kunda. 4 kunda tuzalib ketdingiz. Vahimaning yonida yana nimadir kasalliklar bo'lardi. Nima bor edi? Yopishqoq, qopqoq yopishqoq, nimalar. Yopishqoq fikrlar. Fikrlar, xayollar. O'ylab qolsangiz, o'sha deb o'ylayverardingiz. Falonchi o'ldi desa, vahima boshlanib qo'rqardim. U qanday bo'ldi aka? U ham yo'qib ketdi. U ham yo'q bo'lib ketdi. Yana nima bor edi? Bosh og'riqlar bor edi. Doim bosh og'rib yurardi postoyanno. Bosh og'rig'i necha yildan beri bizda qilardi? Bir 10 yil bor edi. 10 yil. U ham yo'qolib ketdimi? Yo'q endi, hozir. Og'rimay qoldimi? Qoldi. Yana nima bor edi? Sabrsizlik, besabrlik. Besabrlik. Masalan, 50 ming pulni sanaguncha ham sabrim chidamasdi. Oho. Unga necha yil bo'ldi? Unga ham bir 10 yilcha bo'ldi shekilli. O'sha necha kunda yo'q bo'ldi shu besabrlik? 4 kunda yo'qib ketdi. 4 kunda. Yana nima bor edi? Prostata. U qanday bo'ldi? U ham yaxshi bo'lib ketdi. Hozir unaqa ag'da yurganimda har 10 minutda borardim. 10 minutda, 5 minutda to'xtamay. Bir kechada 8-10 minutda borardim. U narsalarim yo'qib ketdi. Hozir bir kechada necha marta chiqasiz? 1 marta. 1 marta chiqasiz. Bu normal odam shunday bo'ladi. Yana nima bor edi? Asabiy. O'zsa asabiymaydi. Hozir yaxshi bo'lib ketdim, xudoga shukr. Har narsaga asabiylashib ketaveradi. Hamma narsa, birov gapirsa ham gapini sig'dirmasdim. Yana nima bor edi? Qabziyat nimasi? Qabziyat. Qabziyat qanday edi? Yaxshi, xudoga shukr. Qon bosimi oshmasmidi? Qon bosim bor edi. Qon bosim nechiga chiqardi? 170, 100 nima bo'lib turadi. Kelganingizdan burun oshyaptimi? Hozir umuman 120 ga sassam, pastda. Normalniga tushib qoldimi? Odamlarga qon bosim kasalligi tuzaladi desa, bitta gap bilan tuzatib yuborasizmi? Bo'lmagan gap, yolg'onchisiz, mashinliksiz deydi. Men odamlarni aldar ekanmanmi? Yo'q, men haqiqiy mana o'z nimamdan chiqaryapman, dilimdan. Birovni aldash uchun, birovni menga pul berib turgan emas, o'zim ko'nglimdan bajanidil chiqarib o'tyapman. O'zingiz haqiqatda shu sog'ayganingizni ko'ryapsiz, qon bosim joyiga tushganini o'zingiz ko'ryapsiz. Dori-darmon ichganim yo'q. Hozir yaxshiman, xudoga shukr. Yana qanday edi? Oshqozon og'rig'idi, pastayan oshqozonim og'riyardi. Ovqat yeyishdan oldin o'zi shuni yesam oshqozonim og'riydi deb yeyolmasdim. Hozir yaxshi, hamma narsani yeyapman. Paqqos tushiryapsizmi? Mazza qilyapsiz ekanda. Xudoga shukr. Yana nima bor edi? Ko'krak qapaslarim og'riyardi, pastayanni. Men yuragim og'riyapti deb bir joyga borib bemalol o'tira olmasdim. Shu yuragim og'riyapti deyardim, shu yurakdan emas ekan. Ko'krak qapasi asab nerv nimalardan ekan. Shunday. Yana nima bor edi? Bel og'riq, osteoxondroz. Ular ham yaxshi bo'lib ketdi. Mashg'ulotlarni olib. Umumiy olganda necha kunda soppa-sog' bo'ldingiz? 4-kuni bo'ldim. O'shandan beri dori-darmon ichganim yo'q. Ichimda hech qanaqa og'riq degan narsa yo'q. Yengil ichim yoriqda, hech nima yo'q. Bundan chiqdi 4 kunda soppa-sog' bo'lyapsiz-da, to'g'rimi? Allohga shukr. Odamlar dori-darmonsiz sog'ayasan desam ishonishmaydi-da. Odamlarga bir og'iz o'zingiz ayting. Men odamlarni aldar ekanman. Qadrdon aziz o'rtoqlar, kim yurakdan chiqarib ishonsa, chetda sog'lom bo'lib ketishiga men ishonaman. Xudo biladi agar kimni qilgan bo'lsa. Yolg'on gapirgan bo'lsa. Aka, yana bitta gap. Odamlarning miyasini quvvatini oshirish kerak deyman. Miyani quvvati haqiqatda tushib ketgan bo'lar ekanmi shu vahima kasali bor odamlarda? Albatta tushib ketgan bo'lar ekan.
keyin yana odamlarni ongidan kasalman degan fikr tozalaymiz derdim. Haqiqatda tozaladimmi Tozaladi. Ongimda hech qanaqa nima qilmadi. Qolmadi. Yana odamlarning qoni quyuq bo'ladi, asabiylashayotganlarda dedim. Qoni suyulganini sezdingizmi o'zingiz? Qandaydir sog'ayganingizdan? Yaxshiman men. Hozir o'zimga ishonaman yaxshiligimga.